roza tuta olmayotgan yoshi ulug'ligidan, keksaligidan yoki bo'lmasam surunkali bedavo dardga chalinganligi tufayli roza tuta olmasdan yuragi siqilib, xunob bo'lib, qani edi sog'lom bo'lganimda men ham roza tutardim deb xafa bo'lib o'tirgan vatandoshlarimiz. Diqqat qiling, sizlarni xursand qiladigan bir ishni aytaman. Agar shu ishni qilsangiz, roza tutgandek rozadorlarning savobiga ega bo'lasiz. Bu amalning nomi, diqqat qiling, fidya deb ataladi. Fidya deb yoshi keksaligi, ulug'ligi, yoshi ulug'ligi, qariligi sabab yoki bedavo dardga yoki surunkali dardga chalinganligi sabab roza tuta olmayotgan insonni 30 kunlikni jamlab miskin, faqir, beva bechoraga saharlik va iftorligi uchun, ya'ni bir kunlik taomini miqdoridagi mablag'ni ehson qilishga fidya deyiladi. Demak, fidyani beva bechoraga, miskinga, faqirga olib borib berasiz, ehson qilasiz va Xudo xohlasa siz ham rozadorlarning savobiga ega bo'lasiz. Endi fidyani miqdorini esa demak 1171 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz, sizga uni miqdorini aytadi. Eng kam miqdorini, o'sha fidyani miqdori fitr sadaqaning miqdorida degan ulamolar. Undan afzalini o'zingiz qimmat qilib beraverasiz.